Oltiariqda mana 2003lar ham xudo xolasa uylanyapti. Sizlar o'tiribsizlar. Qarab, mana 2003lar 15 Pro Max. Xudo xolasa mana Oltiariqda bugun ukaxonimizni bo'ydoqlik safidan yengil o'tkazib yuboryapmiz. Bu safga qaytmayman deb va'da beryapti. Xudo xolasa mana bir fikrlarni eshitaylik. Ukaxonim, qalay mashina bir kayfiyatlar, aka, to'g'risi kelin bilan qanaqa tanishgansizlar, sir bo'lmasa? Ya, qoyil, yo'q, qoyil. Haqiqiy sinaqda, haqiqiy o'zingizni oldingizda o'sgan inson, ko'ngil tinch. Jigarim bugun xizmatdalar, xudo xolasa bugun eng professionalniy nimalardan, guvohlardan, malaka toifasi ham yuqori darajada deydi-yu. Bugun do'stimizni xudo xolasa bo'ydoqlik safidan siz uylangansiz? Mana uylangan odamniki xil yengilroq bo'ladi-da, biladi-da, baribir to'g'ri. Menga oson bo'lar ekanda bugun. Xudo xolasa. Qatga o'tirishdi, nima qilishdi, gulni qanaqa olib berishdi, o'z bilasiz, zo'r bilasiz. Bitta zo'r tilak bo'lsin endi jigarimizga. Do'stim, andishi, baxtli bo'ling. Birinchisi o'g'il bo'lsin. Kalaskasini olib bermaysiz? Olib beraman. Bizdan bo'lsin-da. Eshitdingiz, menga guvohmayki, kalaskaga mana qutuldingiz. Ana qilib mana bo'yniga kalaskani qo'yib qo'ydik, mana o'zi bilmay qoldi. Shunaqa do'stlar ko'payaversin, shunaqa bir qadrdonlar ko'payaversin. Sizlarning ham yo'llaringizda bir bunday hamxona bo'lib yuradigan odam kerak baribir. Sog' bo'laverasizlar, like bosishni ayamaysizlar. Shunaqa qilib mana Oltiariqda ham anchadan beri